Allasangiz bu ishingiz umr qisqa bo'ladi menimcha. Shunday. Odamlar kelmaydi bu narsaga-da. Endi bir marta meni misolga aldayib yuborsanglar, ertaman o'zi mana buni Ser daromad eng yaxshi daromad berayotgan oti. Agar foydalanolmasangiz, bankrot. Bankrot. Renazavod tomonidan. Ishonaman. Hammasini ideal o'zini holatda chiqaradi. U o'zi Xudoning mo'jizasi bu. Assalomu alaykum. Uzumdan million kanalining obunachilari, uzumga qiziquvchilar. Hozir 2026-yil 24 mi? 23 mi? 23-fevral kuni turibmiz. 3-4 kundan beri havo birdan isib ketdi. Bahor tez keldi. Bahor tez kirib keldi. Shu uchun biz ham tezlashib qoldik. Videolarimizni olishga ulgurmadik. Ko'pisini mana qalamchalarimizda sotuvda boshladik, xudo xolasa. Bizga ana shu yerda bir avatar, manicure finger, yana qaysi qalamchalar, uzum qalamchalari bor, yana boshqa kam-kam u katta ob'yom chiqmasa ham 125 xil dunyoning eng noyob uzum navlari bor. Tavoy Somiroddan keldik, ana shu YouTubedan uzumdan million kanalimizlar, uzumdan million kanalidan ko'rdik. Qalamcha uyimizga tok qilganmiz, otam qilganlar, mana bu to'yfa uzum ham bor, Husayn uzum ham bor. Keyin qorashi bir g'ona deydimi uni, o'zimizda o'sha eski sortlardan bor. Nimasiga qiziqdimmi, videolaringizni ko'rib, hayvon ham mana 2000 misol uchun 25-yil videolaringizni ko'rdimda, men 2025 hayvon qilsangizlar 26 ga hosil bo'lasan dedingiz. Birinchisi shunga qiziqdim. Keyin boyagi buni sizlar kecha videolaringizda ko'rganimki, avatar bilan nima finger dedingiz? Manicure finger uzumlar suvni yaxshi ko'radi dedingizlar. Men shu uchun qiziqib o'sha boyita bir qismini bir qilib ko'ray. Endi aldamasangizlar, nima bo'lsa, endi allasangiz bu ishingiz umr qisqa bo'ladi menimcha. Odamlar kelmaydi bu narsaga-da. Endi bir marta meni misolga aldayib yuborsanglar, ertaman o'zi mana buni olib kelyapman. Erta yana bir 4-5 kishiga aytaman, aldamasangizlar. Allasanglar ham aytaman 4-5 kishiga. Men ular 4-5 kishiga emas, bir 25 kishiga aytaman. Bu chiqib ketadi u. YouTube'ga chiqmasa ham o'zi YouTube'dan ko'proq odam gapirib biladi. Shuning uchun keyin o'sha olib ketsa qalamchalardan qo'limizga qarab hozir aytamiz aka, to'yfa suvga yaxshi bo'libdi. Seni ham suvga yaxshi bo'ladi. Lekin aytganingizdek namlikka, kasallikka immunitet pastroq uni. Hozir mana bu manicure finger avatarlarni biz aytganimiz yaxshi-na, lekin bu o'sha Husaynidan yaxshiroq, kasallikka chidamli, immuniteti bor, yaxshi, baquvvat-nav. Biz aka bu navni chiqishiga garantiya beramiz. U kasallik emasligi, u o'z nimangizga. Ayni uni ham aytib turasizmi? So'rab turamiz. Hosildorligi nihoyatda kuchli. Mana o'sha manicure finger mana ko'rayotgan odamlar, yetishtirayotgan odamlar yaxshi biladi. Biz bu navlarni bu yoqqa ko'paytirishimizdan asosiy sabab maqsad 4-5 yil oldinmi qiziqib shu narsani keltirib qo'yganmiz. Nima uchun? O'sha navni ko'paytirsa bo'ladi. Bozori borligi uchun keltirilgan. Bo'lmasa bizga 400 xil, 500 xil imkoniyat bor edi. Boshqa navni keltirmaganimiz, imini manicure finger yo avatarni keltirganimiz sababi bozori borligi uchun. Mendan so'raydi, og'aynilar mers so'raydi, yo bo'lmasa shoxonak yo ketmonzop so'raylar, boshqa navlarni so'raylar-da. Bozori yo'q, agrotexnikasi qiyin bo'lgan, katta ob'yom qilishga qiyin bo'lgan navlarni vobshim qilmayman. Chunki oddiy odamni, mutaxassis bo'lmagan odamni yaxshi daromad qilayotgan navlarni keltirib beraman. Mana aytsinlar, mana YouTube'ga aytayotgan narsam bemalol gapimga javob. Manicure fingerda immuniteti baquvvat, hosildorligi kuchli. Avatar ham shunday. Mana bu 125 xil navimiz bor. 125 xil dunyoning eng zo'rlari bor. Bularni ko'paytirmayotganimiz sababi agrotexnikasi qiyin, qimmat ham. Navni topsa, ko'paytirsa arzon bo'ladi. Lekin mana Ruby Roman shu $10,000 uzumni yetishtirish juda qiyin. U urug'lik uzum bo'ladi. Urug'lik uzumni urug'sizlantirasiz. O'sha guldan oldin o'shani dorisi bor, boshqa dorini falsifiy dori qilib qo'ysangiz ish bermaydi. Xullas ish qiyin-da, uni urug'sizlantirasiz, uni qayta dona kattalash uchun gibrid qilasiz, uni donani kichraytirasiz. U 1 sotuq, yarim sotuq bo'lsa, erinmayotgan odam uchun bo'ladi. Qari bo'g'lagan. Biza maqsadimiz hozir o'sha 300 ming gektar O'zbekistonga yer bo'layotgan bo'lsa, o'shani eng zo'r sortlarni qildirish. Qiziquvchilarga keltirib qo'yganmiz mana. Menga kerak o'sha qilaman manicure finger, yana bu Ruby Roman yo Shine Muscat qilaman deganlarga yo
yana arralarni keltirganmiz, amerikanskiy, Hindistonning navlari keltirilgan, Yaponiya deysizmi, Xitoy deysizmi, Yevropaning navlari, butun dunyoning eng zo'r navlari keltirilgan. Bor qalamchalari ular bitta, ikkita, 5 ta, 20 tagacha sotiladi. Mana bular katta ob'yomga bemalol manikyur, finger, avatar qalamchalariga agar kimga qiziq bo'lsa, ko'chatchilar, payvandchilar, payvand vaqti boshlandi. Kimga qiziq bo'lsa, ana shu ekranga chiqib turgan telefonlarga telefon qilinglar. O'zim javob beraman. Agar kimni fikri bo'lsa, savoli bo'lsa, kommentariyaga javobini bersin. Men o'zim har bir kommentariyani nima deydi, bejavob qoldirmayman. Hammasiga javob beraman. Qo'limdan kelgancha aqlim yetganiga javob beraman, bermaganiga bilmadim deyman. Kimga avatar yo manikyur, finger qalamchalari katta ob'yomga kerak bo'lsa, kelishtirib beraman. Uni har bir donasini 6000 so'mdan qilib beramiz. 6000 so'm. Bitta qalamcha. Ana narxini ham aytib ketaylik. Agar ko'proq bo'lsa, yana ham kelishtirib beramiz. Ana bir 10 ta, 5 ta, 10 ta bo'lsa, yana kelishtirib beramiz. Donasi har biri 35-40 sm bor. Holati ko'mib qo'yilgan, mana ko'ryapsiz. Ko'mib, kuzga ko'mib qo'yilgan. Kuzga ko'mib qo'yilgan. Bu payvand qilmoqchi bo'lsangiz ham srazi start oladi. Startga turibdi-da, bu ichi suvga bo'kib turibdi. Ko'chat qilmoqchi bo'lsangiz ham, payvand qilmoqchi bo'lsangiz ham o'tib o'tiribdi. Mana shu narsani payvand qilishda qanaqa toklarga qilsak bo'ladi uni? Farqi yo'qmi? Ha, tokda navni so'ramoqchisiz. Qanaqa navga payvand qilsak yaxshi? Yaxshi savol. Tokda любой xil uzun bo'lsa bo'ladi. Uzun bo'lsa. Faqat almaga yo shaftoliga uni payvand qilib bermaydi. Uzun bo'lsa bo'ladi. Uzun qanaqa uzun bo'lishidan qat'iy nazar. Bu agrotexnikasini keyin tushuntirasiz. Hozir agrotexnikasiga men sizga savol bersam, video cho'zilib ketadi. Shuna. Hozir o'sha payvand deyapsiz-ku, mana qanaqa navga qilsak bo'ladi. Deylik, sizga toyfi bor. Toyfi bor. Toyfini 30 ta qizil navdasi bor, 30 ta navdasi bor deylik, ha. 30 ta navdasiga 30 xil uzunni payvand qiling. 30 xil uzun bo'ladi. Qaysidir qora, qaysidir qizil, uzunchoq, kech pishar, barvaqt pishar, shirin, sho'r, har xil bo'layotgan bo'lsa, 30 xil qilib tashlasangiz ham o'zini vaqtiga, o'zi sho'rligi, shakar miqdori, keslilik, vino bo'lib qilsangiz ham, boshqa qilsangiz ham, mayiz bo'lib qilasizmi, hammasi tomoqdan, ildizdan yaxshi berib tursangiz, hammasini ideal o'zini holatda chiqaradi. U o'zi Xudoning mo'jizasi bu. Harakat qilamiz, boshqa agrotexnikalarini, buni o'zi payvandni yana bizga tushuntirasiz. Hay videodan tashqari uni payvand qanday qilish kerakligini, yana tushunmagan joylarimiz, savollar bo'lsa telefon qilamiz. Dilshod aka, hozir siz mana uyga qilayotgan ekansiz. Biz shu yildan xudo xolasa 2026-yil har bir qilayotgan ishimizni mana shu Uzumdan million kanalini kuzatib borsangiz, siz ham kuzatib borsangiz, shu Uzumdan million kanalini ipidan ignasigacha har birini gibrlin qilish, ko'chat qilish, shu har birini olib boramiz. Nozik joylari bor-da, kimdir mana siz uyingizga qilyapsiz, kimdir bog', tirikchiligi shu, tirikchiligi. O'shandan deylik, bog'dan to'g'ri foydalanolmayapti. Misol uchun mana Sakdiyana uzumi bor, ha? Sakdiyana, Amerikanka yo Sirlaboy bir narsa nomlari ko'p o'sha uzumni. O'sha uzumni O'zbekiston bo'yicha tilini topolmayaptilar. Biz maqsadimiz bu, bizga oson, bu bilan til topishganmiz, bu tillarni o'rganganmiz, Sakdiyanani. Mana shu maqsadim o'zi Sakdiyana navi ser daromad, eng yaxshi daromad berayotgan navi. Agar foydalana olmasangiz, bankrot. Venezovod tamom. Shuni maqsadimiz agrotexnikalarning sirlarini ochish, o'sha xalqimiz, dehqonlarimiz, bog'bonlarimiz o'shani unumli foydalanamiz. Yaxshi daromad qilsin. Foydalanmayotgan bog'lar ko'p, bizga ham yo'q. Nimada? Mana shu tanishlaringizga shu videoni tashlab qo'ying. Mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shu yil uzumchilik sirlarini ochamiz. Uzumchilik sirlarini shu tepalarga chiqaramiz. Salomat bo'ling. Bu deydaklarini ko'raydim, bu deydaklarini. Shunday narsalar havasim kelaydi. Rahmat. She'ra tashkil qilsizlar, baraka topinglar. Rahmat. Salomat.